Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men eng og'riqli savollardan birini tushuntirib beraman. Nega ayrim pensionerlarning puli kamaygandek bo'ldi? Kimlargadir minglab so'm qo'shildi, kimlargadir esa deyarli sezilmaydigan. Odamlar tili bilan aytganda tiyin qo'shildi. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki 2026 yildagi pensiya tizimidagi o'zgarishlar faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir ishchi, tadbirkor, dehqon, o'qituvchi, shifokor, quruvchi va uy bekasiga ham tegishli. Chunki men qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda esa vahima qilish kerak emasligini aniq misollar bilan aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, huquqini va asabini saqlab qoladi. Avval pensiya hisoblashda odamlarning asosiy e'tibori ikkita narsaga qaratilardi. Ish tajriba oylik maoshi. Ya'ni odam necha yil ishlagan, rasmiy maoshi qancha bo'lgan, shu asosda pensiya miqdori shakllangan. Ko'pchilik men 30 yil ishlaganman, demak pensiyam ham katta bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda faqat yilning o'zi yetmaydi. O'sha yillarda rasmiy ish bo'lganmi, ish beruvchi badal to'laganmi, maosh hujjatda ko'rsatilganmi, arxivda ma'lumot bormi, elektron bazada aks etganmi? Mana shu savollar hal qiluvchi bo'ladi. Endi esa 2026 yildan boshlab tizim yanada raqamlashtirilayotgani sababli og'zaki ishladim, xo'jayin aytgan, daftarda yozilgan, hamma biladi degan gaplar pensiya hisobida kamroq rol o'ynaydi. Asosiy e'tibor elektron ma'lumotlarga, rasmiy badallarga, soliq va mehnat bazasidagi yozuvlarga qaratiladi. Bu yaxshi tomoni shundaki, hujjati toza odamning haqqi tezroq hisoblanadi. Yomon tomoni esa shuki, yillar davomida norasmiy ishlagan yoki ish beruvchisi hujjatlarini to'g'ri yuritmagan odamlar pensiyaga kelganda muammoga duch kelishi mumkin. Shu yerda eng katta tushunmovchilik paydo bo'ladi. Odam pensiya oshdi degan xabarni eshitadi, lekin kartasiga tushgan pulga qarasa, oshish juda kam. Yoki aksincha, nega avval 1 million 600 ming olayotgan edim, endi 1 million 20 ming tushdi deb hayron bo'ladi. Pensiya rasmiy ravishda kamaymagan bo'lishi mumkin, lekin qayta hisob-kitob, ortiqcha to'langan summani ushlab qolish, qarzdorlik, aliment ijro hujjati, bankdagi majburiy yechimlar yoki noto'g'ri kiritilgan staj tuzatilgani sababli qo'lga tegadigan summa kamayishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya oshishi hamma uchun bir xil pul degani emas. Masalan, davlat pensiyalar falon foizga oshiriladi desa, odamlarla buni shunday tushunadi. Hammaga bir xil 200 ming so'm qo'shiladi. Aslida unday emas. Foiz hisobida oshirishda kimning pensiyasi katta bo'lsa, unga qo'shiladigan pul ham ko'proq bo'ladi. Kimning pensiyasi past bo'lsa, unga qo'shiladigan pul ham kamroq bo'ladi. Oddiy misol olaylik. Agar bir pensioner 1 million so'm pensiya olsa va oshirish 10% bo'lsa, unga 100 ming so'm qo'shiladi. Ikkinchi pensioner 3 million so'm olsa, unga 300 ming so'm qo'shiladi. Ikkalasiga ham bir xil foiz qo'llandi, lekin natija boshqacha. Shuning uchun odamlar nega qo'shnimga 300 ming qo'shildi, menga 1 ming qo'shildi deb o'ylaydi. Sabab adolatsizlik bo'lishi shart emas, hisoblash bazasi boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, tasavvur qiling, Xolida opa 22 yil maktabda ishlagan. Lekin uning ish yillarining bir qismi 1990 yillarga to'g'ri kelgan. Arxiv hujjatlari to'liq emas. Elektron bazada esa faqat keyingi yillar ko'rinib turibdi. Agar Xolida opa pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lsa, pensiya jamg'armasiz undan ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Agar hujjatlar topilsa, pensiya oshadi. Topilmasa, kutganidek oshmasligi mumkin. Demak, men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Men ishlaganimni rasmiy tasdiqlay olaman degan darajaga kelish kerak. Uchinchi misol. Baxtiyor aka 11 yil rasmiy zavodda ishlagan, keyin 12 yil bozorda savdo qilgan. Bozorda ishlagan yillarda o'zini o'zi band qilmagan. Badal to'lamagan, hech qanday rasmiy hujjat yuritmagan. Pensiyaga chiqqanda u men 27 yil mehnat qildim dedi. Hayotiy tomondan bu to'g'ri, lekin pensiya hisobida 27 yilning hammasi tan olinmasligi mumkin. Chunki pensiya tizimi hissiyot bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Mana 2026 yildagi asosiy saboq. Bugun rasmiylashtirilmagan mehnat ertaga pensiyada ko'rinmas mehnatga aylanib qolishi mumkin. 4-misol. Malika opa pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlashda davom etdi. U rasmiy ishladi, oyligidan tegishli ajratmalar bo'ldi. Ma'lum muddatdan keyin u qayta hisob-kitob so'rashi mumkin. Agar ishlagan davri va to'langan ajratmalar bazada to'g'ri turgan bo'lsa, pensiyasiga qo'shimcha chiqadi.
Lekin bu qo'shimcha hamma kutgandek juda katta bo'lmasligi mumkin. Chunki qayta hisoblashda butun pensiya boshidan yangi qilib ko'paytirilmaydi. Qo'shimcha ish davri va hisobga olinadigan ko'rsatkichlar bo'yicha natija chiqadi. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlari xira to'liq muhrlari yo'q yoki korxonasi tugatilgan odamlar. Ikkinchidan, bir necha yil norasmiy ishlaganlar. Uchinchidan, arxiv hujjatlari boshqa viloyatda yoki sobiq korxonada qolib ketganlar. To'rtinchidan, pensiyasida birdan kamayish sezganlar. Beshinchidan, nafaqa va pensiya bir-biriga aralashib ketgan oilalar, masalan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya oluvchilar. Chunki har bir turda qo'yda boshqacha bo'ladi. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning butun ish faoliyatingiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi soliq va ajratmalarni to'lab kelgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rinsa, arxiv hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport ma'lumotlari, familiya o'zgarishi, tug'ilgan sana, stir va boshqa identifikatsiya ma'lumotlarida xato bo'lmasa, unda tizimdagi o'zgarishlar siz uchun ko'proq qulaylik beradi. Chunki ilgari bitta ma'lumot uchun bir necha idoraga borishga to'g'ri kelgan bo'lsa, endi ko'p narsa elektron almashinuv orqali tekshiriladi. Eng birinchi nozik jihat. Pensiya kamaydi deb o'ylayotgan odam aslida qo'liga tegadigan pul kamayganini ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu ikki narsa bir xil emas. Masalan, pensiya miqdori 1 million 800 ming so'm bo'lib qolgan. Lekin kartaga 1 million 680 ming tushgan. Nega? Chunki 180 ming so'm ushlab qo'lingan bo'lishi mumkin. Bu ijro byurosi qarori aliment kredit bo'yicha avtomatik yechim. Ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi savol, mening pensiyam miqdori qancha? Ikkinchi savol, kartamga qancha tushdi? Uchinchisi, farq nima sababdan ushlab qolindi? Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan odamga bir necha oy davomida noto'g'ri yuqori summa to'lanadi. Keyin tizim xatoni aniqlaydi. Masalan, staj noto'g'ri kiritilgan, nafaqa turi noto'g'ri belgilangan, oilaviy holat o'zgargan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi shartlarga mos kelmay qolgan. Shunda davlat oldin ortiqcha to'lab yuborilgan summani endi bo'lib ushlab qolaman deyishi mumkin. Odam esa pensiyamni kamaytirishdi deb o'ylaydi. Aslida bu joriy pensiya kamayishi emas. Oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish bo'lishi mumkin. Uchinchi jihat, minimal pensiya va qo'shimcha to'lovlar. Ayrim fuqarolarning pensiyasi o'z hisob kitobi bo'yicha juda past chiqadi. Lekin davlat belgilangan minimal darajagacha yetkazib beradi. Agar umumiy oshirish bo'lsa, hamma ham bir xil sezmaydi. Chunki kimdir allaqachon minimal darajaga qo'shimcha orqali yetkazilgan bo'ladi. Uning asosiy hisoblangan pensiyasi oshadi, lekin ustama kamayishi mumkin. Natijada qo'lga tegadigan umumiy pul juda ozgina o'zgaradi. Odam menga tiyin qo'shildi deydi. Hisob kitob ichida esa bir qator o'zgarishlar bo'lgan bo'ladi. Masalan, Anvar aka hisob kitob bo'yicha 900 ming so'm pensiyaga ega, lekin minimal kafolat sabab unga 1 million 200 ming to'lanmoqda. Keyin asosiy pensiya 990 mingga oshdi. Lekin minimal darajagacha qo'shimcha 300 mingdan 210 mingga tushdi. Natijada umumiy to'lov baribir 1 million 200 ming atrofida qolishi mumkin. Anvar aka nega oshmadi deb xafa bo'ladi. Sabab shuki, oshish ichki hisobda bo'ldi. Lekin yakuniy kafolatlangan miqdorga ta'siri sezilarsiz chiqdi. To'rtinchi jihat, familiya ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayniqsa ularda turmushga chiqqandan keyin familiya almashgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, arxivda yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Bitta harf xatosi ham ma'lumot topilmasligiga olib keladi. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnara, Yo'ldoshev bir joyda Yuldashev bo'lib ketgan. Raqamli tizim odamdek taxmin qilib o'tirmaydi. U mos kelsa topadi, mos kelmasa topmaydi. Shuning uchun hujjatdagi mayda xatolar pensiya masalasida katta pulga aylanishi mumkin. 5-jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ishlasa, pensiyasi avtomatik har oy o'sib boradi deb o'ylaydi. Yo'q, bu har doim ham avtomatik va darhol bo'lavermaydi. Qayta hisoblash uchun belgilangan tartib, muddat va asoslar bo'ladi. Siz ishladingiz, lekin ish beruvchi ma'lumotni kech topshirdi yoki umuman noto'g'ri topshirdi. Natijada siz kutgan qo'shimcha chiqmaydi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner oylik olaman deb xotirjam yurmasligi kerak. Elektron bazada ish davri aks etyaptimi, ajratmalar ko'rinyaptimi? Shuni tekshirib turish kerak. 6-jihat, xorijda ishlagan yillar.
Ko'plab fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu yillarni pensiyaga qo'shish masalasi davlatlararo kelishuvlar, rasmiy mehnat shartnomasi, to'langan badallar va hujjatlarga bog'liq. Men chet elda 10 yil ishladim, deyish yetarli emas. Qayerda ishladingiz? Rasmiy bo'lganmi? Qaysi hududga to'lov qilingan? Hujjat tarjima va tasdiqdan o'tganmi? Mana shular muhim. 2026 yildan raqamli tekshiruv kuchaysa, bunday yillar bo'yicha ham isbot talabi yanada aniq bo'ladi. 7-jihat, nogironlik pensiyasi va yoshga doir pensiya aralashmasligi kerak. Nogironlik guruhi o'zgarsa, tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi yangilansa, muddat tugasa yoki guruh qayta belgilansa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Ba'zan odam buni umumiy pensiya kamayishi deb qabul qiladi. Aslida asos o'zgargan bo'ladi. Shu sababli nogironlik pensiyasi olayotganlar tibbiy hujjatlarning amal qilish muddatini, qayta ko'rik sanasini va guruh bo'yicha belgilangan imtiyozlarni alohida nazorat qilish kerak. Men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni yozib oling. Kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasidan yoki Maydoqoq uz orqali imkon bo'lsa, rasmiy ma'lumot oling. Sizga hisoblangan pensiya qancha ushlab qolish bormi? Bo'lsa, nima asosda, qaysi oylar bo'yicha qayta hisob qilingan? Agar internetdan foydalana olmasangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring va yozma ma'lumot so'rang. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangiz, elektron mehnat tarcha, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, arxiv ma'lumotnomalari, oylik maosh to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat hujjatlari, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar. O'qish davri bo'yicha tegishli hujjatlar bormi? Barchasini bir papkaga yig'ing. Men doim aytaman, pensiya masalasida hujjat tarqoq bo'lsa, natija ham tarqoq bo'ladi. 3-qadam, ish beruvchingizni tekshiring. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz yoki pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, bu ayniqsa muhim. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirganmi? Oyligingizni to'liq ko'rsatyaptimi? Soliq va ijtimoiy ajratmalarni to'layaptimi? Elektron mehnat tizimida ishga qabul qilingan sanangiz to'g'rimi? Agar sizga konvertda maosh berishsa, bugun qo'lingizga ko'proq pul tekkandek tuyuladi, lekin ertaga pensiyada o'sha pul sizga xizmat qilmaydi. 4-qadam. Agar pensiya kamaygan bo'lsa, og'zaki janjal bilan emas, yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada quyidagilarni yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori, oxirgi qayta hisoblash asoslari, ushlab qolingan summalar va ularning huquqiy asosi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasiga tushumlar ko'chirmasi, mehnat daftarchasi nusxasi va sizda bor boshqa hujjatlarni ilova qiling. Yozma javob oling, chunki og'zaki javobni keyin isbotlab bo'lmaydi. 5-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarurat bo'lsa pensiya jamg'armasining respublika darajasidagi organlarga murojaat qilinadi. Shuningdek, Maydoqoq Prezident virtual qabulxonasi yoki boshqa rasmiy murojaat kanallaridan foydalanish mumkin. Muhimi, har bir murojaat raqamini saqlang, javob kelgan sanani yozib boring. 6-qadam, arxiv bilan ishlang. Agar eski korxonangiz yopilgan bo'lsa, hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman arxivi, viloyat arxivi yoki korxonaning huquqiy vorisi orqali ma'lumotnoma so'rang. Ma'lumotnomada ishga kirgan sana, bo'shagan sana, lavozim, oylik maosh va buyruq raqamlari ko'rsatilgani yaxshi. Falonchi ishlagan degan umumiy gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Qancha aniq bo'lsa, pensiya hisobida shuncha foydali. 7-qadam, oiladagi yoshlarni ham hozirdan ogohlantiring. Bu video faqat bu va bobolar uchun emas. Bugun 25 yoshli yigit norasmiy ishlasa girdirdan keyin pensiyada qiynaladi. Bugun 30 yoshli ayol bola parvarishi sabab ishini to'xtatsa, hujjatlarni to'g'ri saqlash kerak. Bugun tadbirkor minimal ko'rsatib, qolgani yashirsa, ertaga pensiya ham minimalga yaqin chiqishi mumkin. Pensiya uzoqdagi mavzu emas, har oy rasmiy maosh olganingizda shakllanayotgan kelajak daromadingizdir. 8-qadam. Bank va ijro masalalarini alohida tekshiring. Agar kartaga kam pul tushayotgan bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. U yerda qaysi tashkilot tomonidan qancha summa yechilgani ko'rinishi mumkin. Agar majburiy ijro byurosi orqali ushlab qolish bo'lsa, ijro hujjati raqamini aniqlang. Qarzingiz tugagan bo'lsa-yu, yechim davom etayotgan bo'lsa, darhol to'xtatish bo'yicha ariza bering. Ba'zan pensiya tizimi aybdor emas.
Muammo bank yoki ijro hujjatida bo'ladi. 9-qadam. Hisob kitobni mustaqil tushunishga harakat qiling. Men hamma pensioner buxgalter bo'lib ketsin demayman. Lekin hech bo'lmasa 3 ta savolga javobingiz bo'lsin. Mening tan olingan ish stajim necha yil? Pensiyam qaysi asosda tayinlangan? Hozirgi to'lovdan ushlab qolish bormi? Shu 3 savolga javob topsangiz, vahmaning yarmi yo'qoladi. 2026 yildagi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, tizim hujjatni, rasmiylikni va elektron izni ko'proq talab qiladi. Bu ba'zilar uchun yaxshi yangilik. Hujjat toza bo'lsa, ortiqcha yugur kamayadi. Ba'zilar uchun esa ogohlantirish. Norasmiy ishlagan yillarni keyin isbotlash qiyinlashadi. Pensiya masalasidagi eng katta xato hali vaqt bor deb yurish. Vaqt bor paytda hujjat yig'ish oson. Pensiya tayinlanadigan kuni arxiv qidirish esa ancha asab va vaqt oladi. Bugun men sizga pensiya nega ba'zida kamaygandek ko'rinishini, nega kimlargadir minglab so'm qo'shilib, kimlargadir deyarli sezilmas darajada qo'shilishini tushuntirdim. Asosiy sabablar foizli oshirishning har xil ta'siri, minimal pensiya kafolatlari qayta hisob-kitob ushlab qolishlar, ortiqcha to'lovni qaytarish, staj va hujjatlardagi muammolar, elektron bazadagi xatolar va rasmiy ishlamagan davrlar eng to'g'ri yo'l. Vahima qilmasdan rasmiy ma'lumot olish, hujjatlarni yig'ish, yozma ariza berish va har bir summaning asosini tekshirish. Agar sizda pensiya kamaygan bo'lsa yoki juda kam qo'shilgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qancha olayotgan edingiz, qancha tushdi? Qaysi viloyatdansiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiyaga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi.